Sizlar bilan bugun biz insoniyat rivojidagi eng birinchi bosqichlardan biri, ya'ni tosh davri haqida gaplashamiz. Xo'sh, nima uchun bu davr aynan tosh davri deb atalgan? Chunki insonlar dastlabki davrda, ya'ni yashashni boshlagandan so'ng ularning rivojdagi birinchi bosqichi tosh davri keladi. Bu davrda insonlarning foydalanadigan barcha mehnat qurollari, kundalik ro'zg'or buyumlari barchasi toshdan yasalganligi uchun tarixchi olimlar bu davrlarni tosh davri deb ataydi va tosh davrini ham bizda bir qancha guruhlarga bo'lib o'tishadi. Xo'sh, bu guruhlar haqida siz bilan hozir tanishib. Tarix fanini onlayn Telegramda jonli darslar orqali o'rganing. Joylar soni cheklangan. Hozir ro'yxatdan o'ting va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Tarixchi olimlar tosh davrini quyidagi guruhlarga bo'lishgan: ilk paleolit, o'rta paleolit, so'nggi paleolit, mezolit, neolit davrlariga bo'lib o'rganishgan. Bizda birinchi o'rinda o'rganishimiz kerak bo'lgan davr bu so'nggi paleolit davri hisoblanadi. So'nggi paleolit davri miloddan avvalgi 40-12-mingliklarni o'z ichiga oladi. Bu davrda odamlar o'sha turar joyni ixtiro qilishgan, kiyim-kechakni ixtiro qilishgan, hozirgi qiyofadagi odam Kramonian odam yashab o'tgan. Bundan tashqari o'sha sun'iy olovni yaratishgan va ular shu tariqa rivojlanishgan. Bizda keyingi davr mezolit davri hisoblanadi. Ya'ni mezis o'rta, paleolit tosh, o'rta tosh davri. Bu davr 12-7-mingliklarni o'z ichiga oladi. Bu davrda insoniyat o'ldiruvchining eng muhim ikkita ixtironi amalga oshirgan. Ulardan biri o'q, ikkinchisi esa o'sha itni qo'lga o'rgatishgan. Bizda undan keyingi davrimiz esa neolit davri hisoblanadi. Neolit davri yangi tosh davri hisoblanadi. Ya'ni neos yangi, paleolit tosh, ya'ni yangi tosh davri degan ma'noni bildiradi. Yangi tosh davrida odamlar hunarmandchilikning yangi tarmoqlarini o'rganishadi, ishlab chiqarish xo'jaligini o'rganishadi, xususan dehqonchilik va chorvachilik vujudga keladi bu davrda. Hunarmandchilikning o'sha to'qimachilik va kulolchilik sohalari vujudga keladi va odamlar o'troq turmush tarziga o'ta boshlashadi. Bizda keyingi davrimiz esa bevosita eneolit davri hisoblanadi. Ya'ni eneos mis, paleolit tosh, mis tosh davri degan ma'noni anglatadi. Bu davrda mis tosh bilan birgalikda qo'shib odamlar tomonidan foydalanilgan. Shu boisdan ham bu davrda mis tosh davri deb atashadi. Bu davr 4-3-mingliklarni o'z ichiga oladi. Bu davrda insonlar eng muhim ixtirolarni ixtiro qilishadi. Misol uchun ilk shahar davlatlarga asos solishadi, sun'iy sug'orishga singan dehqonchilikni yaratishadi hamda endi idishlarni yuzalarini bilan bezata boshlaydi va shu tariqa ular yana bir karra rivojlanishni o'z boshidan kechirishadi.